Vatandaşım, işe kız gap kılaylı. Prezident Trump, alem boşluğu armiyası kuruş için devlet müdafiə ministerliğine buyruk düşürdü. Biz başka siyasetini görüp gelivatımız hürmetlik vatandaşım. Ötken yıl 12. ayının 17. günü, 18. günü, 19. günü Amerika Koşmuş Ştatlarının devlet stratejisi, Amerika Koşmuş Ştatlarının devlet müdafiə stratejisi, Amerika Koşmuş Ştatlarının atom kurallarını işletiş ve kandak işletiş doğrusundaki stratejisi. Moşu meselelerini söyleşip geldik. Şundakla ötken yılı 12. ayının 10. günü nemini gördük. Prezident Trump Tayvan seyli seyahat kanunu imza koyganlığını görüp geldik. Endi bugün meyakileyli, menin için bu siyasetler en burundaki özgürlük olmayın. Bu siyasetler belgelengen siyasetler vatandaşım. Sonra ticaret sahasındaki siyasetlerde belki özgürlük buluşu mümkün, belki olmazlığı mümkün. Bu ihtimallar. Yani biz diyalektik logiki bilen fikir kalaylı bu ihtimallar. Çünkü iki devlet, iki çoğun devlet otururuz ki münasebetle hılmıkıllık içinde intayı murakkep bulalı. Şuna, öyle kavan çeşen kilovatlı Amerika'ya dedik o kelip nime deydi, o kandak yol koydu. İşte bosu da biri Amerika ile adak çıkarışlaşır. Yani biri Amerika'ya teslim buluş. Yani bu teslim buluşmun çıraylık manada yol koyuş. Muşu meselelerin kilovatanda kandak. Bu siyasetlerde Suudi ticaret sahasında özgürlük bulup durdu. Bırak. Ma siyasetlerde mesela alem boşluğu armiyası kuruşta. Bu siyaset özgürlüğün siyaset emez, belki yeni belgelengen siyaset olur. Biz kayıt barayla 1980 yıllarda 20. asırının şu vaxtki Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Reagan kıtala ara uğraş. Şunun dekin Rusya, sabık Sovyetler yemirildi. Şarkı Avrupa özgürlük devri kirdi. Tetkikatçılar, yazgıçılar, obzorçılar, tehlilçiler del prezident Reagan'ın kıtala ara uğraş siyaseti Rusya'nı mağlup kıldı dep ahırka hulasını çıkargan idi. Mana bu haber endi Prezident Trump'ın 19. günü 18. günü Devlet Müdafiə Ministerliği buyruk düşürüp alem boşluğu armiyası kuruşunu teşebbüs kıldı ya ki buyruk düşürüp teklif kıldı ya ki buyruk düşürdü. Teklif emez, teşebbüs emez, buyruk. Kurusan. 6. yıl armiya, Amerika'nın 6. yıl armiyası kurup çıksan. Bunun sebebini sürüştürsek bir yerde yine Prezident Trump hiç kanda hata yol koyuvatkanı yok. Siz şuna dikkat kılın, 2006 yıl, 2007 yıl esinizde var mı? Xitay hükümeti raketa koyup verip 60 pıradaki bir sünni emranı etip düşedi. Yani 60 pırana alem boşluğunu əhliyetke aylandırdı. Əhliyetke toş kızıp koydu. Kendiniz mi? Bu 2006-2007 yani ta Amerika del vakti de emez. Amerika Koşmuş Ştatları bugün Cumhur'un şu hareketine cevap kaytırıp Prezident Trump'ın buyruğu, Prezident Trump'ın kararı boyunca bugün Amerika Koşmuş Ştatları armiyası, 6. yıl armiya, alem başlığı armiyası kuruş. Bazı Prezident Reagan'ın kıtala vuruş stratejisi. Bugün Prezident Trump'ın alem boşluğu armiyası kuruş stratejisi. Bir oranga koyumuz, bizden burun Xitayla hazır kaynap gitti. Prezident Reagan, alem boşluğu, Prezident Reagan kıtala vuruş teknikisi yaki, siyasi yaki, harbi tayyarlıkla musabıkasını oturuğa çıkarıp Rusya'nı halak kıldı. Bugün endi nöbet Mişiyaga keldi mi? Endi Prezident Trump alem boşluğu armiyası kuruş arkalık bugün Cumhurbaşkanı Partiyasını halak kılmakçı mı? Kaynap gitti tarbiyatlar şundak dedi. Andın yani şu vaziyette kaza biz değil. Devlet Meclisi de Avam Palatası'nın nopozluk erbabı. Dana Rora Bakır Tayvan'ı itiraf kılış. Tayvan Cumhuriyeti'ni itiraf kılış. Tayvan'ı Birleşken Devletler Teşkilatı qaytib kelişte qaytib qollaş. Muşundaq bir siyasetni, muşundaq bir karar layihani o'ttirib qo'yayotgan muşundaq bir paytda diqqat qiling vatandaşım. Hazır Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Trump efendi bilan Rusya prezidenti, Rusya Tashqi ishlar ministri, Rusya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin Avstriya'nın Vina şəhərdə görüşüşni karar kıldı.
Demek vaziyet müşakildi, Vina şəhərdə görüşüdüğən bo'ldi. 7 davlat yig'ini taraqqiy qilgan 7 davlat yig'ini qatnashidi prezident Trump. Ondan keyin Vina shahriga berib, Vina shahrida prezident Vladimir Putin bilan ko'rishdi. Bu maxsus ko'rishish. O'tgan yili ko'rishganda 7 davlat yig'ini oralig'ida ko'rishgan. Yaxshi 7 davlat yig'ini emas, shu yig'in oralig'ida ko'rishgan. Endilikda ko'rishganda o'tgan yil 7-oyda 20 davlatmi, 7 davlat yig'ini bir yig'inda Yevropada ko'rishgandi. Germaniyanın Hamburg şəhərində görüşkən. Endilikdə məxsus Avropadakı tərəqqi tapqan dövlətlər yığınına qatnashish jarayoni yakunidan keyin Vinaga berib Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishgan. Vaqt intayin sezgör. Vatandaşım vaqt intayin sezgör. Mushundaq bir paytda ikki davlat, ikki qudratli davlatning prezidentleri Vinada ko'rishgan bo'ldi. Prezident Trumpga ham muvaffaqiyat tilaymiz. Prezident Vladimir Putinga ham muvaffaqiyat tilaymiz. Esingizga solib qo'yay. Hurmatli Turan apandi esingiz bo'lsa kerak. Biz 2017-yil 1-oyning 15-kunimi yoki 1-oyning 17-kunimi shundaq bir esil xabar anglatgan edik. Bu xabarning avtori Washington Post gazetining Beijingda turishliq sobiq muxbiri John Pomfret apandining maqolasi. Nima degan edi John Pomfret apandi? Ayni chaqda prezident Nixon Jungo bilan birlashib sobiq Sovetlarni halok qildi. Endilikda prezident Trump Rossiya bilan birlashib Jungo kommunizmini, Jungo Kompartiyasining hokimiyatini alaq qilsa nim bo'pti? Esingizda bo'lsin Turan apandi. Hozir endi shundaq sezgir bir paytda dal hozir Amerika Davlat Majlisi Avam Palatasining a'zosi Dana Rohrabacher yuqori qadar fikrni, masalan Tayvanni e'tirof qilish. Nima bo'lib ketadi dunyo? Hozirning o'zidan bo'lish kerak. Demek bir kongressning nopozliq a'zosi, nopozliq arbab Dana Rohrabacher o'tirg'i chiqib loyiha qo'yib, Tayvanni e'tirof qilish degan gapni eg'izga oldi. Agar namoz kuchi bo'ladigan bo'lsa, jungoliq juma namoz kuchi bo'ladigan bo'lsa, alama xizmatda qilmayman deb istifa berdi hukumat. Demak, bu sening davringda o'tirg'i chiqdi, sen diplomatik siyosatda mag'lub bo'lding degan gap. Hech bo'lmaganda Amerika Qo'shma Shtatlar bilan bo'lgan munosabatda mag'lub bo'lding degan gap. Chunki sen mag'lub bo'lmagan bo'lsang, Amerika Davlat Majlisi bundaq gapni o'tirib chiqmasa, sening u g'albang edi. Sening u xotirjamliging edi. Hozir xotirjamliging buzildi jungoliq apandi. Nima deydi? Tayvanni e'tirof qilish, bir jungoda voz kechish. Nima degan jaranglik chaqqan siyosat bu? Vatandaşım, hazır bu vaqt kelmaganda biz buni tahlil qilolmaymiz. Ham Uyg'ur masalasini mushun munosabatda tahlil qilishimiz kerak edi. Keyin qaraymiz, bu siyosatdan taraqqiyotga qaraymiz, endi Uyg'ur masalasini tadqiq qilamiz, tahlil qilamiz vatandaşım. Agar Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvanning mustaqilligini yoki Tayvan mustaqil davlat, mustaqil jumhuriyat deb e'tirof qiladigan bo'lsa, tasavvur qiling hurmatli vatandaşım. Rahmat sizga Dana Rohrabacher. Amerikaning erkak o'g'li. Men Lobsan sanga yozgan xatingizni shu vaqt shundaq degan edim. Dana Rohrabacher Amerikalikning erkak o'g'li. O'g'il bo'lsa, hammasi o'g'il bola bo'lavermaydi vatandoshim va o'g'il bolaning ichida erkak boshqalarjima aytib qo'yay. Mana mandaq odamlar bilan, mana shundaq Dana Rohrabacherlar bilan bir davlat yashayotimiz, ham siyosatni so'zlayotimiz sizlarga. Siyosat mushundaqdir, keldi aqina, ey vatandoshlar, keldi. Oqoqdan keldi, bir-birlab keldi. Masalan, 2016-yili saylam jiddiy bo'lib, saylamda g'alaba qilgandan keyin prezident Trump 12-oyning 10-kuni Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen xonimga telefon qildi-ku. Ko'ring-a, tartibni ko'rdingizmi? Turan apandi, shu yillardan hozirgi daqiqacha hammani o'ylab keling, biz so'zlaganlik senni o'ylab baking vatandosh. Endi iqtisodning avvalo yuqori qadar. Endi hozir Wang Qishan kelyapti deydi, Kim Poking dedi, rad qildi kelishdi dedi. Wang Qishan Amerikaga keladigan bo'lsa, bu qatam suhbat qanday bo'ladi? Jungoliq yo'l qo'yishni tanlab olamdi yoki qarshilashni tanlab olamdi? Yo'l qo'ysa,
siz Reis Xi Jinping iradangizga xilaf ish qilgan bo'lasiz. Qarşılarsınız, siz Reis Xi Jinping Jungoni halokat yo'liga boshlaysiz. 1 milyard 300 milyon Jungolukni balaya, afet balaya kazanışıga boshlaysiz. Tallaydigan. Sizga tallaydigan payt keldi. Reis Xi Jinping dunyoni ko'zda tuting. 1 milyard 300 milyon Jungolukni ko'zda tuting. Xalqaro munosabatlarni ko'zda tuting. Dunyoviy davlatlar bilan bo'lgan munosabatlarni ko'zda tuting. Hech nimadan boshqa demokratiya, kishilik huquq, erkinlik ve asosiy qonunlik, siyosiy, ijtimoiy tuzum deganlarni bir yerda qo'yib turaylik. Jungolukning og'zini ko'zda tuting, qo'saqni ko'zda tuting. Jungoluk qo'saqqa yeydi, eg'iz orqali yeydi, qo'saqni to'yg'izidi. Bu narsani ko'zda tuting. Reis Xi Jinping efendi, sizga qarshilik qiladigan yo'l yo'q. Chiroyliqcha jahonning talabini, xalqaro jamiyatning talabini, savdo setiq sohasidagi dunyo savdo tashkilotining talablarini, prinsiplarini qabul qilish, qandaq darajada qabul qilish, mushu yo'lni tanlab oling Reis Xi Jinping. Bu biz odatdagi odamlar. Lekin biz odatdagi odam emas, 21 milyon Uyg'urning vakili bo'lib Amerikada so'zlayapmiz. Amerika xalqiga iltimos qilyapmiz. 21 milyon Uyg'urning so'zini so'zlayapmiz. Bunga qaraganda biz odatdagi odam emasmi? Manoqtini bilib oling Reis Xi Jinping efendi. Hozir lagerni yig'dingiz. Gitlerning siyosatini yurgizyapsiz Jungoda. Gitler 33-yili Germaniyada taxt chiqdi. 39-yili Rus German shartnomasi imzolandi. Ribbentrop bilan Malenkov Molotov o'tirisida. Shuningdek bu shart